Meni atrofimda turgan o'simlik urushchasiga pustirnik deyiladi. O'zbekchasiga arslon quyruq deyiladi. Ba'zi tillarda erkakning yuragi ham deyiladi. Bu arslon quyruq odamni qonini suyultirib, davleniyasini qonni suyultirish hisobiga davleniyasiga qon bosimiga yaxshi foyda qiladi va qo'rqoq bo'lib qoladi. Erkaklar prostata bezi shamollaganda mana shundan dori sifatida foydalaniladi. Endi bu yerda mana bu yoqda yapirmoq bor mana. Yapirmoq hali boy aytdi-ku. Lopuq deydi o'rischasiga. Bundan sahrga, onkologik kasalliklarda dori sifatida foydalaniladi. Bu haligi qo'y tikanami deydi, tikan chiqaradi, mevasi tikanli bo'ladi. Bu sahrga zo'r dorida bu. Buni Yaponiyada biz makkani ekkandagi ekib, Yaponiyada madaniylashtirib, aholisiga ziravor sifatida sotadi Yaponiyada. O'shaning uchun yaponlarning umri uzoq yashaydi-da, shu ham sabab bo'lsa kerak. Shu odamni uzoq yashashiga har bir dorivor giyohda foyda bor. Mana buni shapka qilib olsangiz oftob urmaydi. Tuzukmi?